O'zbekistondagi eng zo'r nonushtaga keldik. Parvardadamiz. Biz haqiqiy nonushtadamiz. Ishoninglar, O'zbekiston bo'yicha bunaqasi yo'q. Men shu paytgacha eng zo'r so'zini hech qachon ishlatmagandim. Lekin bugun cho'chimasdan aytaman, eng zo'rlarga keldik. Parvardada milliy nonushta, bu yerda andijoncha atala, milliy mayda somsachalar, go'shtli va havoli, vodiy tandirda pishirilgan xasib va xaladesi, qora qaymog'i, durda, g'ilmindi, Xorazm yumurtqasi, ya'ni yeyishnica deyiladi-ku, holvaytar andijoncha, behili murabbo, qatlama va baqlajonli ikra. Ko'rdinglar, nonushta milliy. Undan tashqari har bir shirinlikda ham milliylik uyg'unlashgan. Ya'ni qarang, holvaytarli shirinlik ko'rganmisiz? Qurt bilan limon kompozitsiyasini ko'rganmisiz? Mana bu usti qatiq, ichida behi bilan anor gullari. Endi eng chempioni bor ekan. Qovoq va qulupnay kompozitsiyasidagi shirinliklar. Nimalar qilib tashlashyapti? Qadrdon turistlar bormi, do'stlar bormi, ulfatlar bormi? O'zingizni hurmat qilganlar, o'zingiz uchun hech bo'lmasa shirinlikni yaxshi ko'rsanglar, bir marta keling. Undan tashqari bu yer ish vaqti 23:00 gacha, ertalab 8 dan. Nonushtadan tashqari xohlaganlarga shoular ham bor ekan. Ko'p gapirgandan ko'ra bir marta ta'mini ko'rganga nima deysizlar?